Assalomu alaykum fan bog'ining bog'bonlari, mehribon ustozlar hamda ilmga chanqoq o'quvchi yoshlar. Yurtimizga o'zining zarrin sepini yoyib, husn-u tarovatini ko'z-ko'z qilib, fasllar kelinchagi bahor kirib keldi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va ustozlar. Navro'z bu qadimiy bayram bo'lib, har yili 21-mart kuni nishonlanadi. Bu kun va tun tenglashadigan, ya'ni bahor boshlanishini bildiradigan vaqt hisoblanadi. Yana ko'k tubida sayraydi qo'shiq, yana ko'hna zamin yam-yashil ko'rpa, yana tandan ketdi mudrash o'tishlar, yana yoshdek dilda o'ynar ming turfa. Endi davramizga 6-A sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Ular ijrosida she'r va qo'shiq. Bahor nafasi kelar yurtimga sekin, yer uyg'onar iliq quyoshda, maysalar bo'y cho'zadi sokin dalada, yangi hayot boshlanur har bir niholda. Navro'z qadim tarix, ezgu an'ana, ajdodlardan qolgan muqaddas bayram. Unda yashar mehr ham, pok niyatlar ham, unda yashar tinchlik, do'stlik va olam. Navro'z yangilanish, poklanish ta'mi har yurakka yorug' nur solar. Shu muborak kunda yurtimiz uchun baxtli, nurli kelajak yo'llarini ochar. Hademay nastarin gullaydi bodrab, quyoshli osmonga hishimni etib ifori, quyoshli shudringlar yog'ar ertalab, yuvib dillardagi qishning g'uborin. Navro'za ulashing ezgu tilaklar, axir tilak bilan kamaymaydi so'z, bahor gullaridek yashnab yuraklar. Xush kelding Navro'z, xush kelding bahor. Anhorlar oqmoqda suvlarga to'lib, shukronalik aytdim tinchlikni ko'rib, mustaqil diyorga bezaklar bo'lib, xush kelding bahor, xush ko'rding Navro'z. Bolalar varragi xayolni olgan, bodom gullaridan quvonadi ko'z, dillardan mutlaqo g'ubor yo'qolgan. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navro'z. Bolarim kaftidagi yulduzim, jannatlardan suvlar ichgan ildizim. Bog'u bo'stonim mening, jon ichra jonim mening, jannat makonim mening. Bog'u bo'stonim mening, jon ichra jonim mening, jannat makonim mening. O'zbekiston. Hurmatli bayram ishtirokchilari, bayramni ko'tarinki ruhda o'tkazish maqsadida maktab o'quvchi qizlar o'rtasida balla qizlar tanlovi o'tkazmoqchimiz. Balla qizlar ishtirokchilari yuqori sinf o'quvchilaridan 2 nafardan qizlar ishtirok etadi. 11-sinf o'quvchilaridan Habibullayeva Madinaxon, Turduboyeva Dilnavozxon, 10-sinf Normatova Nozima Yoqubjonova Moxlarayxon, 9-sinf o'quvchilaridan Muhammad Aminova Mushtaribonu Zokirjonova Maxnur o'quvchilari ishtirok etadi. Tanlov shartlarini e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi shart o'quvchilarning pazandalik mahoratini sinash maqsadida sabzi to'rg'ash. Ikkinchi shart bahoriy gullardan namunalar yasash. Uchinchi shart qizlarning orasidalik mahoratlarini sinash maqsadida soch o'rish. To'rtinchi shart o'quvchilar uchun savol-javob bo'lib o'tadi. Tanlov shartlarini baholash uchun hakamlar hay'ati bilan tanishtiramiz. Birinchi, maktabimizning biologiya fani o'qituvchisi Xolmirzayeva Zilola ustoz. Ikkinchi hakamimiz maktabimizning ingliz tili o'qituvchisi Sarimsaqova Madina ustoz. Uchinchi ustozimiz maktabimizning kutubxona mudirasi Kenjayeva Zohida ustoz. O'chirilgan. Sen aytasan-a? O'zing chiqasan. O'zing chiqasan.
Navro'zda faqat O'zbekiston emas, balki Eron, Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, Afg'oniston va boshqa mamlakatlarda ham keng nishonlanadi. Endi tanlov ishtirokchilari birinchi shartni yakunlagunga qadar 2-sinf she'riy to'plamiga beramiz. Bahor kunlari ham yetib keldi. Ayni daraxtlar gullagan damda ko'ngillar o'yin-kulgu istaydi-ya. Mana shu shodlikka boy bahor bayrami Navro'zdir. Bu bayramda bolalarning ishtiroki juda faol bo'lgan. Eng quvonarlisi mana shu qadriyatlarimiz hozir ham davom etmoqda. Navro'z tabiatining uyg'onishi, ezgulik, yangilanishi va yashash bayramidir. Ommaviy ravishda turli-tuman daraxtlar o'tkazilgan. Dalalarda Navro'z, yangi yil, yangi hayot qaynagan. Navro'zga atab qo'yilgan maxsus kiyimlar tikishgan va ularni kiyib bayram qilishgan. Ular Navro'z bayramida turlicha ommaviy o'yinlarni o'ynashganlar. Qadimda Navro'z bayram kuni insonlar eng yaxshi odatlar namoyish qilganlar. Bu bayramda bolalarning ishtiroki juda faol bo'lgan. Chunki har yili mamlakatimizda Navro'z biror bir sayirlarsiz ezgu amallarda ayniqsa sumalaksiz o'tmaydi. Bemorlar e'tiborga muhtoj odamlarning holidan xabar olingan. Yana keldi olamga Navro'z, gullarga burkanni qirg'adirlar. Yuzlarda tabassum, ko'zlarda quvonch, muborak bo'lsin eng shirin damlar. Navro'z keldi, yurtimizga quvonch to'ldirdi qalbimizga. Bahor keldi, gullar bilan tabriklayman mehr bilan. Navro'z keldi elimga, quvonch keldi dilimga, bahor keldi yurtimga. Bahor keldi el bilan, shohida bulbul bilan, men sizni tabriklayman Navro'zi ayyom bilan. Bahorda Navro'z kelar, astodil nishonlanar, bayram qilib o'ynaymiz, varrak uchirib to'ymaymiz. Kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydi, yasha vajaja. Vajaja, 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 vajaja. Vajaja, vajaja, vaya vaya vajaja. Vajaja, 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 vajaja. Vajaja, vajaja, vaya vaya vajaja. Shak shak yo jamshid, shak shak yo jamshid, bir kabi bir ortiq, oshig'iman oshiq. Ne baxtena yurtimga Navro'z ayyomi keldi. Yangi kun, yangilanish, yashnash maromi keldi. Ezgu urf-odatlarning azaliy Navro'zona mehr bilan yo'g'rilgan sog'inch salomi keldi. Endi tanlov ishtirokchilarini 2-shartga kuzatib qolsak, unga qadar sahnamizga 4-sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Ular ijrosida sahna ko'rinish. Rostini ayting.
Tanlov ishtirokchilari ikkinchi shartni bajargunga qadar 3-B sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Ular ijrosida raqs. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Yoki yaysang yerdan bo'lak toshoylang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Yoki yaysang yerdan bo'lak toshoylang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im omun chog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im omun chog'im. Qadring bilgan, darding bilgan ay kiming bor. Kelib ketar bahor senga bevafoyo. Go'zal sanki bana gullar oqyor. Bahorsan bir ohing tingla ostonang yo'q. Sollanasan kelinchakday boshiga. Biz bayrami qadimiyligi, Navro'zning tarixi miloddan avvalgi 500-600 yillarga borib taqaladi. Bu bayram asosan qishdan keyingi bahor kelishini, yer va tabiat uyg'onishini nishonlash bilan bog'liq. Endi davramizga 3-A sinf guruh raqsiga beramiz. Oluca gulli babam, tu kelinaki dadam, dadam shina joy qura, tu chorezaki dadam. Oluca gulli babam, tu kelinaki dadam, dadam shina joy qura, tu chorezaki dadam. Sarlavanak, suksur gulbaring, chidar rahonak, sab etmayin, ovoz barorat, bulbullay misol. Bizga 7-sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Ular ijrosida raqs. Ketaylik bog'larga, yo'l bo'lmagan zog'larga. Soyalari bor emish, bir g'aribga zor emish. Yur ketaylik tog'larga, qalbi butun sog'larga. Harsanglari bor emish, bir farhodga zor emish. Mehr berib odamga, sig'madiga olamga. Kimda ko'ngil bor emish, o'zi dilga zor emish. Mehr berib odamga, sig'madiga olamga. Kimda ko'ngil bor emish, o'zi dilga zor emish. Ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha bahor ekan. Hey ko'ngil,
qizim baxt iqbol doim yor bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin, omadingiz ko'rib ko'zlar quvonsin. Navro'za ayyomingiz muborak bo'lsin. Endi tanlov ishtirokchilarini 3-shartga kuzatib qolamiz va unga qadar 5-sinf o'quvchisi Xolmatova Sevinchoyni qo'shig'iga beramiz. Bog'imdagi gullarga suvlar quyib turaman, sayroq qushlar bilan shirin suhbat quraman. O'zim shirin qizchaman, misoli yulduzchaman, qo'shiq aytsam shodlanib samolarga uchaman. Shirin qizchaman, baxtni quchaman, shirin qizchaman, shirin qizchaman, baxtni quchaman, shirin qizchaman. Endi sahnamizga 1-sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Ular ijrosida guruh raqs. Endigi navbatni 4-shartga beramiz. Qizlar chiqdi. Mayli, hozir chiqishadi qiz bola uchun eng muhim tarbiya nimadan boshlanadi? Qiz bola uchun muhim tarbiya eng avvalo yoshligida ota-onasi bergan tarbiyadan, ayniqsa onasi bergan tarbiyadan boshlanadi. Yaxshi inson bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Avvalambor yaxshi ishlarni ko'p qilish kerak va boshqalarga ziyoni tegmaslikka harakat qilish kerak. Insonni chinakam baxtli qiladigan narsa nima deb o'ylaysiz? Insonni chinakam baxtli qiladigan narsani ota-onalardan oladigan bo'lsak, farzandini kamolini ko'rishi, undan ortiq baxt yo'q deb o'ylayman. Yutuqlarini ko'rishi kelajakda. Bugungi yoshlar jamiyatga qanday foyda keltirishi mumkin? Hozirgi kunda barcha yoshlar o'qib ilm olmoqda. Ular oliy ta'limga o'qishga kirib, o'z davlatimiz uchun foyda keltirishlari va rivojlantirishga hissa qo'shishlari mumkin. Telefon va internetdan to'g'ri foydalanish qanday bo'lishi kerak? Telefon va internetdan hozirgi zamonda o'qish uchun va ishlash uchun keng foydalanish zarur bo'lyapti. Shunda internetdan behuda vaqtni sarflamasdan o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tortsa yaxshi bo'ladi. Ota-onaning ishonchini yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Ota-ona ishonchini yo'qotmaslik uchun yolg'on gapirmaslik kerak. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, dildan orom qocharkan. Uyimizdagi rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, kapgul menga qolarkan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, singlim ukam og'rib qolarkan.
ko'zlariga yosh olib yoningizga yotib olar ekan. Ona tobingiz qochmasin. Ona tobingiz qochmasin, akamga qiyin bo'lar ekan. Kir ko'rmagan ko'ylaklari kirxonada yotar ekan. Ona tobingiz qochmasin. Ona tobingiz qochmasin, dadam saqov bo'lar ekan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tar ekan. Ona tobingiz qochmasin. Ona tobingiz qochmasin, alam hasrat qilar ekan. Uyda fayz yo'q, hattoki havo aynib qolar ekan. Ona tobingiz qochmasin. Ona tobingiz qochmasin. Dushmanlarim kular ekan. Sizga bergan dardini Alloh menga bersa bo'lar ekan. Maqtasam yuzlarin oy debman, ko'zlarin yulduzga tenglabman, o'xshasin osmondan izlabman. Yo oydan tushganmi ayollar, yo oydan tushganmi onalar. Rahmat. Navbatni hakamlar hay'atiga beramiz. Ishtirokchilarni umumiy yig'ilgan balo hamda taqdirlash marosimini o'tkazib beradilar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun qo'shaloq bayramni o'tkazyapmiz. Hammalaringni shu bayram bilan tabriklayman. Mana tanlovimiz ham chiroyli bo'ldi. Qizlarimiz juda katta harakat qilishibdi. Buning uchun qizlarimizga rahmat. Birinchi shartimiz sabzi ketishi bo'pti. Mana 9-sinflarimizga 4 ball, 10-sinfga 4, 11-sinfga 5. Sharhlaydigan bo'lsak, mana 11-sinfimiz kertigan, chiroyli kertigan, mayda. 10-sinfimizcha unaqa kechroq bo'ldi, sekin qildi. Lekin sifatli, yaxshi to'ragan. 9-sinfimiz ham shashilganlik hisobiga yiriroq bo'lib qo'ygan. Ikkinchi shartimiz gul yasash bo'ldi. Gul yasashdi, juda chiroyli qilib yasashdi. Shuning uchun hamma qizlarimizga 5 ball qo'yamiz. Soch o'rishimizda ham qizlarimiz juda chiroyli o'rgangan, soch o'rishlarimiz ham chiroyli chiqdi. Shu sababli 5 ball qo'yamiz hamma qizlarimizga. Oxirgi shartimiz savol-javob bo'ldi. 9-sinflarimizga ham, hamma qizlarimizga 5 ekan. Juda chiroyli savollarga javob berishdi. Shuning uchun hammasiga 5 qo'ydik. Oxirida Dilnavozxon she'r o'qib berdi. Bu qizimizga ham juda katta rahmat. Hammamizga ta'sir qildi. Rahmat. Ballarimizni jamlasak, birinchi o'rinda 11-sinf qizlarimizga beramiz. 20 ball bo'ldi jami. Ikkinchi o'rinda 9-10-sinflarimiz teng ball oldi. 19 balldan. Tabriklaymiz. Barchalaringga rahmat. Jamoamiz nomidan barchalaringga sovg'amiz bor. Arzimas bo'lsa ham qabul qilib olasizlar. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan muxlislarimizga bizni qo'llab-quvvatlash uchun maktabimizning kanaliga obuna bo'lishlarini hamda like tugmachasini bosib qolishlarini so'rab qolamiz. Shuning bilan bizning quvnoq energiyaga to'lgan bahoriy bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.